Salam ekran aldidagi qadrli ko'rurman do'stlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Tamzat Madaniyat tarqitish cheklik shirkati bilan Şinjan Ko'klam Madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan. Shundaqla Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati xos tajdarligini o'stiga olgan kunda yangi tam programmasi men riyosatchi do'stlar Gilgina Tursun. Do'stlar programmamizni shu iste'molimizga yangi tur bo'yicha singib kirgan ham o'zining har turlik qolaylik ochiq-chuchuk yemekliklari bilan iste'molchilarimizning birdek e'tirof qilishiga erishgan Şinjan Lazixan yemeklik fan texnika cheklik shirkati alohida qo'llagan. Ham turmushimizga intayin cho'ng qolayliklarni elib kelayotgan mulozim supsi alohida talab qilgan. Şunun bilan birga yana programmamiz bilan shu Muyassar xonim markasidagi rampi seriq oshlar bilan iste'molchilarimizning birdek olqishiga erishgan Şinjan Muyassar yemek-ichmak tarbiyalash markazi alohida hamkorlashgan. Albatta shu programmamizni ko'rib, biz aytgan tamoqlarni sizlar qo'l selib oilda etib muvaffaqiyat qozona olgan bo'lsanglar, bu bizning eng chong natijamiz deb o'ylayman. Qadrli do'stlar, bu ham programmamizga taklif qilingan alohida mehmonimiz bo'lsa, Shokirjon ustam qarshi olamiz. Yaxshi bizlar ekran oldidagi barcha do'stlar, oshpaz do'stlar Shokirjon Setniyoz Shoxtandan sizlarga o'tib salam. Xush keldingiz. Bizning oldingi soni programmalarimizga mo qatnashganingiz shundaqo. Endi bugun do'stlarga qaysi xil tamoq etishni o'rgatamiz? Sho'rpliq, do'rliq to'qo. Amsi qadrli ko'rurman do'stlar, bugungi bu son programmamizni bak qitirqinib, bak tafsiliy ko'rmasak, ma to'xoning etilish usulimi ismidan chiqib turdi, bek alayda o'xshaydi. Buning asos materiallari esa kal go'shi ustixoni, bang'isi deymiz, to'g'ri go'shniki ustixonlari, put qismlari. Men dedim, men sho'rpliq debchi. O'sha sho'rpsini chiqaramiz, uni keyin to'xoni pishiramiz. Qo'shimcha materiallardan puroq so'pirmoq, shangye, o qurtilgan jangpeza, ganjang deb bilaman. Ma'ni savgo qaqila, uni keyin bajo. Buni 8 tuqum deydi, degandek. Uni keyin qo'zoqlar uchun guy pishi hozircha. O zapahamiga kuchsizda deydi hamda. Uni keyin bayqi, shavqiy shang bilan kavob uchun. Mush xurishlar orqali, mush xurishlarni yonchib bo'lgandan keyin biz bir xaltaga darlansak, sho'rpa tashlaymiz. Uni keyin biz buni azroq may dag'laymiz-ku. Dag'lagan vaqtimizda biz sabza, so'ng piyoz, baş piyoz, zanjibil, shansaylan biz azroq mayga texnik purash chiqaramiz. Tetqulurdan bo'lsa, tetqu, to'xtam javiri, tuz, shakar. Shu materiallar bilan biz bugungi sho'rpliq, do'rliq to'qini tayyorlaymiz. Adolan biz mineral sudan muvaffaq holat qo'yamiz. Qozon qaynab bo'lguncha biz so'ngaklarni qaynaganda solamiz shunami? Yo'q, hozirla solamiz. So'ngak bitsin. Shuni. Buni makalustxoni, Buni keyin to'g'ri go'shtini so'laymiz, Do'stlarga bir shamdib issam, bu mekiyan to'g'ri. Demakchi, danji, bu jamoajihanlarda o'chirtimiz. Naqshi bu hamda odatda sanhoji qaran vaqtda sal tasrak pishidi. Shu hozir sal maysizroqmi chiqadi-ku deyman bu to'g'ri. Albatta. Og'zini yepsak. Bastok. Dastlabda biz xom material to'g'rab tayyor qilaylik. Bo'ldi. Buni biz yaplab to'g'raymiz. Buni odatda biz ikki qilib olsak bo'ldi. Cho'ngroq to'g'raymiz ekan. Cho'ngroq to'g'raymiz. Savzlarni negizroq holatda to'g'raymiz shunami? Tabiiy masalada tayyorlaymiz. Bosh piyoz nima? Bosh piyozni to'g'rab olamiz. O'zingiz ko'rdingizmi? Ranglik. To'g'rimi? Suzuk ma ishlatamiz javob. Albatta bugun ishlatadiganimiz programmamizning xos tajdarligini o'stiga olgan 5 dan xoli organik yeshil mahsulotlar bilan xalqimizning birdek e'tirof qilishiga erishgan Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika cheklik shirkati bozorga solgan qichi yig'imiz. Voy, toza bo'ladi. Sho'rpliq, do'liq to'g'riga chiqishmi intayin maskada. Men tanlab kelibman-da bugun. Mayda mush chumishda, ikki chumush, ikki chumush. Bu suzuk sumayni biz qizitib olamiz. Qizitib olamiz. Qizitib buni ta'minlantirib olamiz. May 4 darajada qizarganlar buni silishga boshlaymiz. Dastlabda biz zanjibil solamiz. Buni keyin biz savz solamiz. Uni keyin biz bosh piyoz bilan so'ng piyoz solamiz. 5 minutda tayyorladi. 5 minutda tayyorladi. Endi shansani silib olsak, buningki pufuriga texmi bayt. Bizniki tayyorlagan meyimizni tayyorladik. Buni ichiga biz yetarli so'ng piyoz, zanjibil ham solamiz. Zanjibil bilan. Uni keyin bosh piyoz silayotimiz.
bunu yana dumlaymiz. İkinci qadamda biz mush xurishlarni manında qachilaymiz. Qarang, ko'rdingizmi? Hammani bir xaltasida oldik, chiroyli. Mo'monning choy xaltasidek xalta ekan bu. Amaliyotda bu oilalarga bak maska. Maska, to'g'ri. Lekin haqiqiy zanjirsimon do'konlar borgan vaqtda albatta shaxtam kam bosib bo'lmaydi. Shaxtamga tayyor xurishlar bordan. Albatta. Qazimiz bu qaynabdi. Qaynab tayyor bo'ldi ya mana. Wow. Ana süzük suyu ya. Ha, sho'rpasimi shunda chiroyli. Biz endi bayam tayyorlab olgan meyimizni quyimizmi Ha, to'piga? üstüne tikimiz. Chunki bu shundaqroq pishsa bak mizik pishuvchi. Tuzini tangshaymiz. Ham bu to'g'oniki bir alalgi bo'lsa, bu tini sal tuzroq bo'ldi. Ha, shuncha qarab tuzamiz. To'g'ri, besh suv qo'yganda biz tuz ham Endi tuz soldik uni. Uni keyin buningga hozirqa jijing solamiz-ku. Chiqsamaymiz hozir. Ta'min tanshab bo'lgandan keyin biz tayyorlab olgan xurchimizni soldik. To'g'ri darmaklarni sip bo'ldik. Mavu qanotlarni buni mening pishiq ulgurib solamiz. Bular bu 5 minut pishidi. Mana biz ya'ni 20 minut dumlatgandan keyin to'xurimiz tayyor bo'ldi. Shu jarayonda biz buning rangini hozir shu shakar qiyam chiqarish orqali buni rangini tuzaymiz. Shakar qiyam tayyorlashda yana o'xshashlar bizning ishlatilganimiz Al-Nurining kichigi shunaqa. Buni qancha miqdorda? Hozir yerim. Bo'ldi. Mana. Az miqdorda shakar. Buniki bir o'lchim bo'ldi-ku. Mushkulalar tayyor vaqtda kiprikchilar o'ylab chiqdi. Sal o'zgargan vaqtda biz mana tayyor bo'ldi. Qarang. Qarang, sop so'raq. Mana 50 gram sumayga biz 100 gram yaqin shakar soldim. Shakar soldim. Uning keyinda bunga men 100 gram atrofida suv qo'ydim. Endi biz qarang. Bu xil to'xolarning rangining o'sha qizg'ish holat chiqishining sababi mushkanda Shokirjon Ustaman. Men boyatdan beri mush to'g'ri darmakning ta'mi chiqib, rangi chiqib, bu to'xo'g'i ichib mushtaq bo'ldi deb o'ylabman. Nechta nabadangizsiz. To'g'ri, endi men rangi qarang, shunda chiroyli qarang. O'zgardi, to'g'rimi? Bu to'xo ham mumkin yesak bir xil tatliq bir yerlari tishining ta'mi shunaqa. To'g'ri. Ichidan yesak bir xil to'g'ri ta'm tetigan holat chiqdi bu to'xo. To'g'ri. Intayin to'g'ri. Mana bu holatda qilib biz, ya'ni 20 minut bo'layotgandan keyin bizning to'xurimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Unda olsa, quvaqni yapaylik. Yapaylik. So'rab baxsam, oilamda tamoq ichish xush yoqmagan vaqtinglarda yoki hamda o'zingiz yerib charchab qolgan vaqtlaringizda shu sirtdan tamoq buyurtib yemsiz. Odatda uyda yig'ilish bo'lib qolsa, uni keyindan ishxonalarda bak oldirishib qilib tush tomoqni o'tib ketgan vaqtida biz darhalla sirtlarni tamoq buyurib beramiz. Qaysi sifatdan kerak tamoq buyursiz? Ama ko'pincha shu mulozimlikni buyurdik. Mulozimni buyurdamsiz. Bugun mush tamoqingiz pishqicha, mush mulozim supsidan Mush Lazixonninki o'zi pishirgan polosdan birini zakaz qilib qo'ydim. Mulozimdan zakaz tushirib bo'ldim, keldigan vaqtim bo'lib qoldi-ku deyman. Anglab boqama o'zi pishirgan poloda. Men anglab boqqanda ko'rib boqmab keldim. Ko'rib, endi da'si ko'rimiz mush mulozimdan yetkazdigan bo'ldi bu tamoqni. Yaxshimisiz? Rahmat. Kalı go'shi polosi. Bu poloni hamda qanday olaylik vakat desangiz, mush shunchalik qulay ekanda, oilalarda safarlarga chiqqanda bo'lsin, masalan, dala sayohatlarga chiqqanda bo'lsin, buningga faqat bir stakan suv bo'lsa, bu polo o'zligidan pishir ekanda, undaqda tamoq pishqicha birlikda yig'iz degandik. Haqiqatan qulaylik ekan. Rasla, konsul ko'chisizdagi Muyassar xonimning rampesini yapaqanmi? Hozir Muyassar xonim taraqqiy qilib, hozir Muyassar yemek-ichmek tarbiyalash markazini quribdi. Ham bizning o'sha kunda yengtan programmamiz bilan izchil hamkorlashib kelyapti. Shu munosabatda Muyassar yemek-ichmek tarbiyalash markazining buningdan keyingi ishlariga, shundaqla Muyassar xonimning buningdan keyingi ishlarga zo'r utuq natijalarni tilaymiz. Xo'sh qadrli ko'rurman do'stlar, undaqda Shokirjon ustamning qo'lida tayyorlangan to'xoning ta'mizoti qanday bo'ldi-g'anda kanalni yetkamay birlikda ko'raylik. Bizniki to'xorimizmi 70% pishib qoldi. Ko'pchilik rangini ko'rib boqaylik. Wow. Rangini aytdi, chiqib tomon furaqlari mana aytdi. Bizniki endi men amroq. Siz amroq qanotning uchi, to'g'rimi? Qanikin, yana biz 10 minut timlaymiz. Bizning shu sho'rpliq
Doğruluk toxurimiz mı? Tayavalda. Wow. Mana. Rengimi shunchalik chiroyli qizargan ala chiqdi. Unda taqsiq olamiz mı? O'ttirgan. Wow. Mana. Oy yeşil sayılarım. Toxu qanatlarını süzüp alaylı ya. Paçaqım amraq qıqları jiqken ha. Ha, paçaqım amraq dostlarımız jiq adatda. Aman mushun o'xshash lojipin bir narsani ba'zi vaqtlarda mulozimni ancha-muncha biz aykaldirib ketmoqimiz. Shu qanot uchilik malatamlik, esiq deyman. To'g'ri. Bunun qartam shu Lazixonningmi bozor sog'an shu qizilmush tamlik qanot uchi bor ekan-chu, to'xu qanti bor ekan. Shunchalik tamlik. Nosga biz Azroq sho'rpisini deymiz. Bugünkisi özlem deyimiz bunu Wushanwer deb qo'ydi hamda. Ama şu Wushanwer, bu şu kichiklargami, sal ishchoqlargami intayin bas qilib. Mana Shakirjon ustam qaramoq qila shunday bir o'xshagan tomoq ekanligini ko'rib turibdik. Buningga biz shu davlatlik ro'yxatga oldirilgan nopozliq oshpazlar peshvosi ham mamlakatlik tam tetug'ichi 2021-yillik shu oltin oshpazlar mukofotining sohibi bo'lgan Shuhrat Xoliq ustozni taklif qilsak bir fikrlarni bayon qilgan bo'lsa qanday? Albatta bo'ldi. Qani Shuhrat ustoz, sahtimizga marhamat. Yaxshimisizlar, ekran oldidagi tomoshabinlar, kasbdoshlar. Men oshpaz do'stinglar Shuhrat Xoliq. Bo'ldi Shuhrat ustoz, undaqda bugun hamda Shakirjon ustam tayyorlagan bizningki doğruluq sho'rpuluq to'xu. Bu tomoqninki hamda etilish jarayoni bo'lsin, ishlatilgan materiallarimiz bir qadar murakkabraq. Oilalardan pek ko'p qilinib ketmaydi. Tetib baqqandan keyin etilish usuli bo'lsin, tamjatga bir alayligiga bir ilmiy nuqtadan bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Qani Shakirjon ustam, o'z qo'lingiz bilan bir parchalab bering. To'xoyniga vaqtida chiqib beradigan birinchi ta'siri intayin yaxshi. Chunki materiali mekan. Yana bir qadar yesh cho'ngroq mekan. Buningki go'shi qattiqroq bo'ladi. Yani buning chiqib bergan huzuri, tilga bergan huzuri chayniga vaqtida go'shning jini bor. Intayin yaxshi. Puroq jihatidan, mezilliklik jihatidan g'albi qilgan. Ishlatgan sog'an dori-darmoqlarning ichida Puraqlıq yupurmaq. Şangye. Puraqlıq yupurmaq asildiki asoslıq pişmoqchi bo'lgan materiallarga texmi xushpuraq ta'mni qo'shish roli bor. Qozoqda uchun shu asosliq pishmoqchi bo'lgan materiallarningki xushpuraqlik darajasini, ta'm darajasini yuqori ko'tarish roli bor. Bajo, shakal bidiyat deb ataymiz. Bumi xushpuraqligini oshirib beradi. So'g'oninki Akkaqilininmi qo'y go'shi, kal go'shi, to'xu va beliqlarga o'xshash mushu yemekliklarninki aslidagi yedi puruqini chiqarib, uningga xushpuraq ta'mni qo'shish roli bor. Bu to'xudagi alaylik mening his qilganim, buningga ishlangan ta'mda yana bir ta'm bor. Materiallarga qaraganda buning ishlash usuli sal o'xshamagan. Qandaq degan vaqtda mayni qiz deb buning zanjibil, oshko'ki G'ol bosh piyoz, savzlarni silib qo'rgan. Ham bu nima qilyotdi bu yerda degan vaqtda sho'rpiga yana tam qo'shyotdi. Buningdan boshqa ikki xil bir material bor. Qandaq material desangiz, kalining so'ngki. Shundaqmi? Sag'ining. To'xoyninki pachiqi. Umum jihatdan aytgan vaqtida dori-darmoqlik sho'rpliq to'xoyninki rangi jihatidan bo'lsin, taqsiq elish ağaca Shakirning qo'llangan usuli intayin ilmi, intayin muvofiq chiqqan. Taklif, zapa, hamiki, xanzuchi, jizi deydi. Yemekliklarni ishlatyapmiz, odam badaniga ziyon qilmaydi. Ozroq rang chiqishdan boshqa ta'mi qonsuqirtaq bo'lgan, yana kuvur deymiz. Shundaq. Endi buni saga vaqtida mening sana taklifim 3 to'xoyga 2 dan ishib ketmaslikni tavsiya qilaman. Anankin bunun rangi chiroyli chiqishda eritgan shakari, yani ko'ydagan shakari. Rungo oshpazligida tangsa deydi. Shakarning o'zi diabetlarga ziyon qilgan. Bu shakarni qo'rib, ko'ydirib, uning rangini chiqargandan keyin bu karbon suv birikmalari, ya'ni shakar o'zgaradi. U vaqtida buningda nuqul %100 shakar bo'lmaydi. Diabetligimi ancha ziyon qilib ketmaydi. Ammo yani ko'plab yeyishni to'simiz. Bugun shakar qiyami rangini ishlashdimi, uning dal vaqtini kontrol qilishdimi intayin yaxshi bo'lgan. Shakar qiyami rangimi intayin yaxshi bo'lgan.
Yani ahirdigini chiqib beradigan bunun estetik zo'qlari yani javjarlarım intayin yaxshi bir kepti. Bugün bu to'yga beradigan menen kasbiy barim bo'lsa, qilgan taomlarim o'sha turdi. Yaxshi, buning kasbiy hayotini taqimi tarash. Rahmat mana. Ekran oldidagi ko'rganlar, agar biz shu doğru-darmaklik sho'rpliq to'yini oilda tayyorlamoqchi bo'lsak, bu pishib bo'lgan sho'rpini biz choylida suzib elib tindirgandan keyin so'ygandan keyin to'nglatqida to'nglatib olsak bo'ldi. Ikkinchi qitim yana to'ylarni akib buning bir suvdan o'tkazib qaytib bevosita buning to'piga to'liqlab tuz yoki bo'lmasa tarkibidagi ma'lum bir dori-darmaklar ojizligimiz shu dori-darmakni to'liqlab qo'yib shakar qiyamrangi ozligimiz shakar qiyamrangini to'liqlab qo'ysak bo'ladi. Demak bu yerda nima gap bo'ldi degan vaqtda bir qitim tayyorlab olgan sho'rpimiz bilan ikkinchi qitim biz sho'rp tayyorlagan vaqtida bizdagi tanarqi 80% hatta 90% tövelab bilishib ketdi. Ana mening his qilganim bu tamoqda 3 cho'ng bosqich bor. Birisi shu sho'rpini tayyor qilish, ikkinchisi qiyamni tayyor qilish, shakar qiyma, uchinchisi may. Yildiz ta'mini ishlash. 3 cho'ng bosqichi bor ekan. Ko'rurmanlar balki mushunga kerak diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Garchi mashg'uloti bir qadar murakkab bo'lgan bilan, lekin biz diqqat qilib ko'rsaklar, zehn qo'ysaklar, mana Shakirjon ustamdek bir tamoqqa mehrimizni bersaklar, bu tamoq mana shunday go'zal qiyofatda noyib muvaffaqiyatli holda dasturxonimizda hozir bo'ldi. Shakirjon ustam, sizga rahmat. Shuhrat ustoz, sizga rahmat. Har bir san programmamizda mana shunday qimmatli vaqtingizni chiqarib, shu o'zingizning qimmatli ilmiy jihatdagi bayonlaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashyapsiz. Har ishkanlardan bundan keyingi ishlariga zo'r utuqlarni tilaymiz. Xo'sh qadrli ko'rurman do'stlar, Şinjan Tamzot madaniyat tarqitish cheklik shirkati bilan Şinjan Ko'klam madaniyat tarqitish cheklik shirkati birlashib ishlagan. Shundaqla sog'lomligimiz uchun sunilgan 5 dan xoli organik mahsulotlar bilan xalqimizning e'tirof qilishiga erishgan Şinjan Al-Nuri yezigilik fan texnika taraqqiyot cheklik shirkati xos tajidorligini o'z ichiga olgan. Kunda yangidan programmamizning bu soni mushayada oxirlashdik. Kelar qisam programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.